Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Akademik qarzdor fanlarni qayta o'qish uchun avvalo shartnoma jo'natish, shartnomani tasdiqlatish, uni to'lagandan so'ng cheklarni tekshtirish hamda qayta o'qish uchun ro'yxatdan o'tishda bir qancha qiyinchilik va og'irgarchiliklarni sizga duch kelyaptimi? Men Toshkent davlat texnika universiteti ta'limli kredit model tizimini boshqarish bo'limi boshlig'i Po'latov Bekzod Mannonovich buni sizga oson yechimini o'rgataman. Buning uchun dastavval kontrakt.edu.saytga kiramiz. Va bu yerda kredit model bo'limiga kirib, qaysi fandan qayta o'qimoqchi bo'lsangiz, o'sha fanlarni tanlash orqali shartnoma jo'natamiz. Masalan, bu yerda bitta fan tanladik, to'lov summasi miqdorigacha keladi, yuborish tugmasini bosamiz. Va bu yuborish tugmasi bosilgandan so'ng shartnoma bo'limida shartnoma kelib chiqadi va siz istalgan mobil ilovalar orqali, Zumrad, Payme, Click orqali o'zingizni shaxsiy JSH raqamingizni terish orqali kredit model tizimi bo'yicha to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. Va uni to'lov chekini o'zingizga saqlab qo'yasiz. Bundan keyin ta'limli kredit model tizimini boshqarish bo'limi tomonidan hozir onlayn bot yaratilgan. Bu botda, demak siz hech qayoqqa bormagan holatda bu birinchi navbat. Demak siz qayta o'qish uchun to'lovni amalga oshirgandan so'ng hech joyda bormas turib, mobil ilovangiz orqali Telegram bot kanali, ya'ni kredit model TD2 botimizga kirasiz va start tugmasini bosasiz. Bu yerda ma'lumot chiqadi, kirish tugmasini bosamiz. Bu yerda Hemestar tizimida kirish uchun loginingizni terasiz. Loginingizni tergandan so'ng parolingizni so'raydi. Quyidagi ekranda ko'rinish bo'lgan ma'lumotlar chiqadi. Agar siz JIPA ko'rsatkichingizni ma'lumot olishingiz mumkin yoki o'zingiz to'g'risida o'quv jarayonidagi ta'lim ma'lumotlaringizni olishingiz mumkin. Bu yerda yoki qayta o'qimoqchi bo'lgan fanlarni tanlashingiz mumkin. Bizga hozir qayta o'qimoqchi bo'lgan fanlar kerak. Shu tugmani bossak, quyidagi holatda keladi. Agar siz qaysi fanlarni qayta to'lagan bo'lsangiz, o'sha yerda o'qish imkoniyatingiz ega bo'lsa, shu fanlarni bir nechtasini tanlashingiz mumkin bo'ladi. Tanlab bo'lganligidan so'ng 3-4 ta fan yoki bitta fan bo'lganda tanlashni yakunlash tugmasi bosiladi va bundan so'ng siz shu fanga mos to'lov qilgan kreditingiz, chekingizni yuborishingizga to'g'ri keladi. Bu yerda rasm ko'rinishda yoki PDF ko'rinishda jo'natishingiz mumkin. Undan so'ng jo'natib bo'lgandan so'ng o'sha ma'lumotlar keladi sizga bot orqali Telegram guruhiga a'zo bo'lishlik va qaysi vaqtda o'qish boshlanishi to'g'risida ma'lumot berib boriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.